Siz har kuni erta tongda minerallangan suv ichsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Mineral suv ichilgach, u tanaga tez va muloyim singadi. Oshqozonda og'irlik bermay, ichaklar orqali foydali minerallar, kalsiy, magniy va elektrolitlar qonga o'tadi. Qon tomirlari orqali bu moddalar butun tana bo'ylab tarqalib, hujayralarni namlaydi va muvozanatni tiklaydi. Miya yetarli suv olganda fikrlash tiniqlashadi, diqqat oshadi, mushaklar bo'shashib, charchoq kamayadi. Ichaklar tinch ishlay boshlaydi. Hazm yengillashadi. Organlar uyg'un ishlaydi. Tana o'zini yengil va tetik his qiladi. Mineral suv bu shunchaki chanqoq qoldiruvchi ichimlik emas. U tananing ichki tizimlarini uyg'otib, tabiiy muvozanat va sokin energiyani ta'minlaydi. Foydali videolar uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.